O'zi mana shu samosvaldagi chiroyli nomer taqib olganlarni ko'rganmiz, ha? Tonirovkalar urib olganlarni. Endi bilmasam, aka, hali ko'rganim yo'q-ku, lekin bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz Indexga keldik. Ofitsialniy distribyutor Man va Sinatrak spetsexnikalarimiz bilan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Bilol. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Xo'p, bu samosval necha tonnalik? Bu modelimizda 25 tonnalik bo'ladi, dizel bilan jihozlangan. 400 ot kuchiga ega. 400 ot kuchiga ega. Necha tonnalik? 25 tonnalik. Bular hammasi yangi. Yangi, absolyutni yangi hammasi. Yangi, 25-yil bo'ladimi o'shanda? Shunaqa. Способ оплаты, ya'ni qanaqa? Spособ оплаты naqd to'lov bor, kredit asosida yoki lizing asosida xaridsiz bo'ladi. Zo'r. Tak, xo'p, bu уже Sinatrak. Shunaqa. Bu ham samosval. Samosval. Sinatrak Homen H3 10 tonnalik modelimiz bo'ladi. 160 ot kuchiga ega va dizel bilan jihozlangan bu modelimiz ham. Bular benzin bo'lmaydi? Yo'q. Bular benzin bo'lmaydi. Dizel yoki заводской gazli. Bu vashi kichkina ekan. Shunaqa, bu modelimizda 5 tonnalik, 116 ot kuchiga ega, bu ham dizel bilan jihozlangan. Dizel bilan. Bular gaz bilan ham jihozlangani bo'ladimi? Bor, unaqa modelimiz ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Sinatrak Howe 380 modelimiz, 25 tonnalik model, заводской gaz bilan jihozlangan, 8 ta ballon 150 litrdan bo'ladi. Va 380 ta ot kuchiga ega. Bo'ldi. Перечисление, kredit, lizing hamma narsasi bor. Bor, aka. Bo'ldi. Ofisinglar mana shu arkani oldida. Toshkent Indexda joylashgan. Ha, ko'rib o'tishinglar mumkin. Index arkani prям o'tishinglar bilan o'ng qo'lda ofis. Bu yerda как бы showroom. Hammalarni ushbu filialimizda kutib qolamiz. Pastdagi nomerlarga murojaat qilishinglar mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayr.